noyabr qanday o'tdi degan savolga hozir javob beraman. Men Islom Karimovman, o'zim bilaman nima qilishni. Shunaqa holatda ham bo'lib turadi. Siz mamlakatni deb o'ylaysiz. Assalomu alaykum. Kuzatayotganingiz O'zbekistondagi birinchi hajviy telekanal Qiziq TV. Bugun ham biz yana o'sha manzilda, o'sha joydamiz, ya'niki Mirshakar Fayzullayevning Xayr noyabr shousida. Bugun o'zgacha bo'ladi, chunki katta sahna, katta odamlar, ko'p odamlar tashrif buyurishga. Demak, boshlaylik. Yo'q, olishmayapti. Assalomu alaykum. Bekor qolsak sizdan intervyu olyapmiz. Bu ajoyib. Menga yoqyapti. Hammaga siz savol berasiz-ku? Ha. Bir xil savol-ku. Aha. Har oy qanday o'tdi? Sizga savol, noyabr qanday o'tdi? Noyabr ajoyib o'tdi. Nimasi bilan? Dam olishda edim. Ha. Yangi sahna, yangi shou, katta sahna. Bugun Xayr noyabr Noyabr ham mana tugatyapmiz. tugatyapmiz. Noyabr oyini bitta men bilan tasvirlash kerak bo'lsa, qaysi men? degan. Ha, o'zingiz mensiz-a? Ha, mashhur memda aytish kerakmi? O'zingiz men yaratdingiz. Bo'lmasa, mashhur mem bo'ladigan bo'lsa, anaqa bor. Ugnat za 60 sekund degan kino bor, adashmasam, o'shanda "Pa mashinam" deydi-ku. Ana shu mem topib qo'yinglar. Bo'ldi. Montajyorlarga vazifa topib qo'yamiz. Pa mashinam. Bugungi kechamizning qiroli sahnani hozir tark etadi. Sahnada esa siz bilgan tanigan Mirshakar Fayzullayev. Olishinglar. Ne. Nima demoqchisan? Menga aytqan. Assalomu alaykum. Bir daqiqa vaqtingizni olsak maylimi? Maylimi? Bemalol kel. Yo'roqda. Yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsiz? Ismingiz nima? Azim. Qayerdan keldingiz? Toshkent viloyatidan. Toshkent viloyatidan birinchi marta. Da, Xayrga birinchi marta. Sahnaga 3-4-chi marta. Yo'q, bu lokatsiyaga birinchi marta bu kelishingiz. lokatsiyaga Undan oldin kunlari kelmadingiz. Yo'q. Noyabr qanday o'tdi? O'rtacha. O'rtachaga yopishtirdingiz. Albatta, saf-saf. Noyabrni o'zingizning hayotingizda bitta men bilan tasvirlash kerak bo'lsa, qaysi menni ishlatgan bo'lardingiz? Ana tishi kulmagan stiker bor, prosta. Kulgan, prosta tish ko'rmagan stiker. Kulgan. Bo'ldi, shuni qo'yaverasizlar montajyorlar. Mikrofon yoqmi? Что-то очень плохая идея. Taman ham keyin o'ylab qoldim-da shuni. Chaqirishga chaqirib qo'ydim endi. Qarang, bo'lmasa Решатиков, buni aytamiz. Siz tushunasizmi hech bo'lmasa? я же ни слова не понимаю. Unda вообще zo'r. Qarang. Bo'sh qasaga intervyu olyapmiz bola. Ya bu safar savollar boshqa, kiyim ham boshqa, menda ham. Bugun joyim bor. Qayerda? Boshqa Bugun ham joyingiz yo'q edi. Alohida stol qilib berishdi. Konsertingiz qachon? mana yaqinda tur konsert bo'ldi. O'sha bilan 20 daqiqalik stand-up chiqdi. Endi keyingi yil katta konsert mana shu zalda. Keyingi yil. Da, 2026-yil bahorga rejalashtiryapman. Katta konsert bo'ladi mana shu yerda. Hozir o'shanga material yig'ilyapti. Vodiyda ham konsert berdingizmi? Endi nasib bo'lsa, lekin vodiyda stand-upni muxlislari juda ham ko'p ekan, men his qildim. Men odam ajratyapsiz. Yo'q, gap vodiyda emas. Vodiyda anaqa topolmadim, lokatsiya. Men topib beraman sizga. Namanganda berasizmi? Sizmi aka? Asadbek. Asadbek bo'ldi, yozib. Qayerda ishlaysiz? Hozircha Qiziq TVda. O'sha reklama qilib keting-da. Nima qilish kerak senga? Nima qilayman, bilmayman. Ritmni bilmaydigan odam, qo'shiq aytishni bilmaydigan odam bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Bir daqiqa vaqtingizni olsak maylimi? Boya aytilgan Qiziq TV mana shu telekanal O'zbekistondagi birinchi. Yaxshimisiz? Zo'r. Siz butunlay ko'rib turganimdan xursandman. Men ham. Doim dumaloq ko'raverardim. Bor ekan-ku. Ha, bor. Sog'ligingiz yaxshimi? Zo'r. Ijodlar endi konsert dedingiz-a, xudo xolasa. Xudo xolasa. Shu yilga emas, ulgurmaysiz. Yo'q, bu yil yurmaymiz endi. Keyingi yilga o'tirib, yozib. Shu. Videolarni chiqaryapsizmi Rossiyada olib kelingan?
Yo tugadi. Yo'q, rost. U olib qo'yilgan video bo'lmaydi. O'sha joyida keladi. O'sha paytda olinadi, sразу chiqadi. Yozib olasizmi yo joyida o'shani rek bosilgan paytda keladi? Yo'q, endi mavzu bo'ladi. Mavzuni tanlab olgan Lekin uni bo'lasiz. prям yozib olmayman. Mavzusi bo'ladi, bitta prikolli joylarni istab qolaman. Kamera yongan paytda ketadi-da, baribir. Ha, endi qo'shiladigan joylari bo'ladi. Nima yangiliklar sizda? Manda yangilik telekanal ochildi, humoristik. Qiziq TV. Nичего себе. Qiziq TV. Ha, xo'sh. Endi siz bizani pult ishlatishimizga ishonyapsizmi? Endi harakatda. Rahmat, hozir aytib bering. Ne shartnomasi? Bo'ladi, o'tkazib yuborsin. Mana do'stlar, Mirshakar akani xayr noyabr o'z nihoyasiga yetdi. Bugun 29-noyabr, ertaga 30-noyabr. Shu bilan noyabr o'z nihoyasiga yetadi. Bu oy o'zi 30gachami, 31mi? Ha, rostdan ertaga noyabr o'z nihoyasiga yetadi. Biz esa dekabrda ham siz bilan birga bo'lamiz. Demak, Qiziq TVni kuzatishda davom eting. Xayr noyabr.